Mehmon dasturxoni uchun ajoyib go'shtli rulet o'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Bitta chiroyli duodan so'ng ishimizni boshlaymiz. Mol go'shtini kontrfile qismini xuddi shunaqa qilib bo'laklarga bo'lib olasizlar. Keyin ustidan yengil urib yumshatib olasizlar. Endi go'shtimizga surish uchun marinad tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga yog', tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. Ziravorlarning nomini har doimgidek video tagida yozib qoldiraman. Marinadimiz tayyor, endi uni yaxshilab surib chiqamiz. Go'shtlarimizni bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda taxlab olamiz. Marinadimiz yaxshilab singishi uchun 10-15 daqiqaga qoldiramiz. Ungacha ruletimizning ichiga solinadigan mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz. Qizib turgan qozonga sariyog', ketidan piyoz, biroz qovurib qo'ziqorinni solib, tuz va ziravorlarni berib 2-3 daqiqa pishirib olamiz. Tayyor mahsulotlarimizni go'shtimiz ichiga solib, ustidan pishloq qo'yamiz va xuddi shunaqa qilib o'rab, ip yordamida bog'lab olamiz. Gaz listiga birinchi bo'lib piyoz, ustidan pomidor qo'yib, ruletlarimizni taxlab olamiz. Ustiga rozmarin qo'yib, qolgan marinadni surib chiqamiz. Birinchi bo'lib pergament qog'oz, uni ustidan folga bilan yopib, 170-180 gradusga 1 soat 20 daqiqaga yuboramiz. Taom tayyor bo'lguncha mehmon dasturxonimizga Rozmetov brendidan alpomish pishirilgan kolbasalarni kesib qo'yamiz. Chunki Rozmetov kolbasa va go'sht mahsulotlari ta'm kuchaytirgichlarsiz sifatli go'shtdan ishlab chiqariladi. Yanada to'yimliroq va mayinroq bo'lishi uchun unga tabiiy sariyog' ham qo'shib tayyorlanadi. Mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi uni chiroyli qilib kesib, laganga taxlab chiqamiz. O'zingizlar xohlagan garnir bilan dasturxonga tortiq qilishingiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.